Assalomu alaykum, bizni ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi romligimiz Zolotoy dub seriyadan bo'lgan Akfa profilining o'zinikidan. Oynalari oq Evreyka bo'lgan, oddiy pastki tomoni tepa pramuga oq oddiy bo'lgan. Ikkita chekkada ochilishi bor. Bittadan ikkita, o'rtada ikki qanotli eshik. Общisi 35, 1.35 ga to'g'ri keladi. O'rtada ikkala eshik teng. Eshigimiz magnitli zamogdan o'rnatilgan, magnitli zamog. O'zi olib kelganda tortadi. Ko'proq MDF eshiklarnikidan zamog o'sha magnitli zamogi bor edi. Endi bunga ham shu build chiqqan ekan, shundan qo'ydik. Juda chiroyli narsa, ozroq injiq narsa ekan, ammo hop, eshigimiz ikki qanotli eshik. Oynasi bir qavatli oyna bular, ikki qavatli emas. Ikkala chekkasida chift quloq bor. O'sha mahkam o'rnatilgan. Ancha mahkam o'rnatilgan, bemalol narsa qilib ishlasa bo'ladi. Buni summasi $415 to'g'ri keladi hozirgi 2025 narxida. $415 to'g'ri keladi. Sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan romligimiz mana shu. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.